Qora ro'yxatga tushganman. Nimaga Neftchida qoldingiz? Katta olib gapirishmasi o'tgan yildan ancha o'yinimiz yaxshilangan. Hojimat Erkinov bilan o'sha APLda birga o'ynaymiz. Orzu-orzuligicha qolay dedi. Kamchiliklarni to'g'rilasang, sen yaxshi jamoada o'yna olasan, deyapti. Maydonda sher bo'l deydi-yu. Hozir yo'lbarsmisiz shunda? Endi Neftchi Islom Ismoilov siz ham yaxshi o'ynaydi degan fikringizga qo'shilmayman. Hozirda asosiy terma jamoa eshiklari siz uchun ochilmayapti. Qora ro'yxatga tushganman. Ayrim muxlislar aytdiki, bu kelishilgan o'yin degan gap so'zlar ham chiqib ketdi. Bunday trener bilan, bunday inson bilan qo'l ostida shug'ullanish baribir boshqacha anavda. Bunaqa podkast bo'lmagan karyeramda. Hozirgi zamonda nima deydi, pulsiz hech nima hal qilib bo'lmayapti deydi. Qancha o'ynab kelgan bo'lsam, Neftchi muxlislaridaqa balish ko'rmadim. Hozir ham kontur o'ynab turasizlarmi? Shunday Olimpiada payti sbornining o'yinini tashlab ketdi. Agar bitta gap aytaman, agar mana shunaqa yana xuddi shunaqa holat bo'lganda yana ketardim. Apache. Quvvat bo'lmasa, ishtiyoq ham bo'lmaydi. Ammo aynan senga zaruri menda bor. Qarsildoq vafli, qovurilgan yer yong'oq va karamel. Bularning barchasi bitta Apache batonchigida. Apache, quvvatlan va harakat qil. Assalomu alaykum. Avvalambor Ibrohim Halil aka, o'sha Sport studiyasida ko'rib turganimizdan xursandmiz. O'zi bu o'sha intervyu ancha ko'p kutildi. O'sha chempionlikdan keyin chiqqanimda shu cho'zildi, u bo'ldi, bu bo'ldi. No, o'sha gapingizda turib kelganingizdan xursandmiz. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. Endi bunaqa podkast bo'lmagan karyeramda. Harakat qilamiz endi ancha suhbat qilishga. O'zi o'sha intervyularingizni ko'rib chiqdim, o'sha intervyuga tayyorgarlik davomida. Bir ikkita intervyularingizda baribir nima desa bo'ladi. Ancha eng oxirgi intervyungizda adashmasam Yaxyokiga bergan ekansiz. Shunaqa. Ancha bo'ldi unga ham, 2 yil bo'ldi. Oxirgi marta o'sha ko'proq intervyu berganim o'sha Yaxyo akaga bo'ldi. Undan keyin endi men o'yindan keyingi intervyular u boshqacha. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Dastlabki savol, Neftchida 2026-yilda ham qoldingiz, kontraktingiz tugagandi va sizni ketganingiz haqida ham xabarlar chiqqandi masalan. Nimaga Neftchida qoldingiz? Neftchida qolishim sabablari ko'p aka. Asosiy sabablardan biri menga o'z takliflar bo'ldi, bo'lmadi emas. Aynan qaysi jamoalardan? Arab davlatlaridan bo'ldi. Endi bir ikkita komandalardan bo'ldi. Birinchi sabab chempion bo'ldik. Undan keyin baribir tepadagi xodimlar, hokim bilan qattiq hurmat qilaman, to'g'risi. Yo'q deya olmadim aka. Chunki baribir chempion komandada yana qolib, yana chempion qilish maqsad. Chempionlar ligasida ham o'ynaymiz. Yana ham o'yinimni yaxshiroq qilib, opit yig'ib, keyin yaxshiroq komandaga inshaalloh. O'z dastlab jamoadan ketdingiz, to'g'rimi? Jamoadan ketdim. Jamoadan ketdim. Kontrakt tugadi chunki. Kontrakt tugadi. Keyin komandalar chiqdi. Keyin mana ochig'ini aytaman, Emirat jamoasidan. Emiratda prosta nima deydi, transferni oyna ochilmagandi. Shunga ham ozgina pauza bo'lib qoldi menda ham. Bu yoqda Neftchi rahbarlari chiqishdi. Endi ancha meni ushlab qolmoqchi bo'ldi. Boshqa komandalarim chiqdi O'zbekistonda. O'zi baribir chempion jamoadan ketish baribir boshqachada. Ko'plab futbolchilar bilan gaplashganimizda ham baribir Levchenko futbolda muxlislar ham biroz zerikkandi. Baribir siz hujumkor futbolchisiz, baribir hujumga ko'proq qo'llab-quvvatlaydigan ochiq futbol tarafdori bo'lgan futbolchisiz. To'g'ri, Levchenko trener, to'g'ri, hurmat yuzasidan olsak, hurmat qilaman, baribir trener. No, baribir bolalar bilan atnesheniyasi, to'g'risini aytaman, unaqa zo'r emas edi. Endi ichki muhitda nima desam bo'ladi, hozirgidaqa emas edi. Islom Ismoilov hozir boshchiligida, hozir umuman boshqacha. Chunki baribir endi sabablari ko'p, yosh trener, yosh o'yinchilarda yoki baribir o'zi ham qancha yosh trener bo'lsa, menimcha tushunish ham ichki muhitlarda ili shularda ham tushunish yaxshi bo'ladi. Bilmadim, o'sha Levchenko payti ichki muhitdan ozgina unaqa zo'r emas edi. Ya'ni shunchaki futbol o'ynardinglar, masalan, oilaviy hozirgidaqa masalan o'tirib turishlar, balkim yig'ilishlar deymizmi? O'yinchilar bilan trenerda aloqa bo'ladi-yu, masalan. Devor. Qanaqadir to'siq bo'lardi-da. Hozir esa ochiqcha. Ochiq, zo'r. Islom aka ham trenerlar bilan, o'yinchilar bilan bemalol suhbat quradi, muloqot yoki o'yinda analizlar bo'yicha. O'tgan mavsumda o'sha jamoaga kelib qo'shildingiz, Qayratdan o'sha chempion sifatida keldingiz jamoaga. Umuman jamoani tarkibiga qaraydigan bo'lsak, hujumni ko'proq qo'llab-quvvatlaydigan futbolchilar yig'ildi. Lekin qo'lga kiritilgan g'alabalar ham minimal.
Bu taktika bilan bog'liqmidi yoki jamoa yangi yig'ilgani sababmi? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi sostav bilan solishtirib ayta olamanki, umuman boshqacha bu yil. O'tgan qaraganda ancha narsalar o'zgargan. Endi asosan trener o'zgargan, ichki muhit, taktika o'zgargan. O'yin ham o'zgargan, chunki o'tgan yili ko'proq zashda baribir 5 ta o'ynardik. Ko'proq zashdaga urg'u berilardi. Unaqa hujumga chiqish yo'q, pressing yo'q. Lekin qanday yurtib ketganmiz. Aka, mana shu o'rinda bir konkret savol. O'tgan mavsumda Paxtakor bilan o'yna olmadingiz va ko'plab muxlislar baribir buni xuddi shu aten tarzda qabul qildi va ayrim muxlislar aytdiki, bu kelishilgan o'yin degan gap so'zlar ham chiqib ketdi. Men ham eshitdim, endi ko'rdim ham. Endi nima deydi, muxlislarda kommentariy yozganlari, endi har xil muxlis bor, lekin bunaqa narsa bo'lmagan. Ya'ni sotilgan o'yin yoki kelishilgan o'yin bo'lmagan. Men ham ba'zilarda ko'rdim, shu atilab ana o'qigan, qilgan. Men u paytda shu Paxtakor bilan tram olgandim. Undan oldingi o'yin Qo'qon bilan edi, adashmasam, shu belimdan reja bo'lib qoldim. Ikkinchi taym chiqib ketgandim. Qattiq og'riq bo'lgan, даже o'yna olmasdim-da. Даже 2 ta o'yin o'tkazganman. Paxtakor bilan bo'lib qoldi keyingi o'yin. Shunda o'yna olmadim. Lekin bilmadim, u o'yin juda ham nima deydi, hech nima o'xshamaganda. Ular tepgan to'pi kirgan, lekin kelishilgan o'yin bo'lmagan. Mana shu gap so'zlarga ham ta'sir qildimi? Bu mavsumdagi o'sha Super Kubokdagi o'yinda ham va hozirga qadar bo'lgan Paxtakorga qarshi o'yinda ham flash intervyularingizda ham so'ragandim, qanaqadir boshqacha harakat qildingiz. Paxtakor bilan o'sha 4-0 dan keyin komanda baribir yutish kerak edi. Baribir alamimiz bor edi. Trenerimiz ham mana qo'ygandi, uqtirgandi. Nafaqat men, butun jamoa u yoqda o'ynadi. Shu yutganimizda butun komanda yutdi-da. Butun jamoa o'ynadi. Bitta nima deydi, musht bo'ldik. Hamma harakat qildi, hamma jonini berdi. O'zi o'tgan mavsum davomida Neftchi birinchi davrda ko'proq tanqid qilindi. Baribir moliyaviy eng baquvvat jamoa dedi, eng kuchli tarkibga ega futbolchi deyildi. Umuman Levchenkoga bo'lgan tanqid ham ancha bo'ldi-da, masalan, lekin chempion qilib ketdi-da. Bu haqida fikrlaringiz qanaqa? Birinchi krugda hamma aytdi, что Neftchi zo'r tarkib, bunaqa tarkib bilan chempion bo'lish kerak, bunaqa tarkib bilan zo'r o'ynash kerak, lekin mana shunaqa bosim bo'ldi bizga. Katta bosim bilan o'ynadik-da. Bemalol o'ynamadik, erkin, xotirjam qila olmadik o'yinlarda. O'tgan yil birinchi kruglarda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha o'yinlarda ham yutiladigan o'yinlarda necha shunaqa bo'ldi. Keyin o'z qo'limizga oldik. Может, bu sabab o'sha taktika bilan ham bog'liq deb o'ylayman yoki yangi kelgan o'yinchilar. Endi masalan o'tgan yili ko'pchilik yangi kelgan, masalan mendan tashqari ham masalan 4 ta 5 ta o'yinchilar yangi qo'shilgan komandaga. Shu kirishib ketish balki taktikasiga yoki trener bilan munosabat bo'lishi mumkin. Ko'p sabablar bo'ldi. Ikkita o'rtog'ingiz birinchi davrada shu Muhammadali G'iyosov bilan o'ynadingiz. Ikkinchi krugda esa jamoaga Alisher Odilov Navbahordan ko'chib keldi va jamoaga g'alabalar olib keldi desa bo'ladi. Bular bilan qanchalik yordam berdi deb o'ylaysiz? Endi ikkala o'yinchini ham kuchli deb ayta olmayman. Chunki ikkalasi ham alohida texnikaga ega, alohida kuchi bor, masalan tezligi bor. To'g'ri, Alisher Odilov baribir o'yin amaliyoti ko'pligi sabab, menimcha, endi yaxshiroq formada bor. Yaxshiroq formada, baribir formada bo'lib tursangiz yoki gol, paslar berib tursangiz, yana ham o'zingizga ishonch kiradi-da. Ozgina shu Muhammadali G'iyosovda o'tgan yili shu kelganida ozgina amaliyotni kamlik qildi. O'yin amaliyoti. Keyin shu adashmasam shu tufayli menimcha Navbahorga o'tib ketgan. Hozir ham kontra o'ynab turasizlarmi? Kontra o'ynaymiz. Men o'ynayman. Yo'qmi siz kontra? Yo'q, men kontrada yo'qman. Yo'q, o'ynab turamiz vaqt bo'lsa ba'zida. Har kuni bo'lmasa ham, lekin baribir o'sha Olimpiya terma jamoasi paytida eshitgandim. O'sha kontraga yig'ilib turishinglar baribir bor. Olimpikda ham bo'lgan, Olimpiya shu 20 payti. Chunki u yoqda hamma o'rtoqlar edi. Hamma yig'ilgandik. Yaxshi bo'lgan bolalar bor edi. Endi o'sha o'tgan mavsumni yopamiz. 2026-yilga kelamiz. Islom Ismoilov jamoaga tayinlandi. O'sha U17dagi yaxshi natijalar sabab umuman u kelgach nimalar o'zgardi? Bitta narsa, Islom aka kelganida hamma o'yladiki, boshqara olmaydi, chempion jamoani. Katta nomlar ko'p. Keyin tem bo'li yosh trener qo'lga ola olmaydi degandi. Meni ko'rib turibsizlar, hozirda ancha nima deydi,
o'yin jihatdan ham qo'shganmiz. Katta olib gapirish emas u. O'tgan yildan ancha o'yinimiz yaxshilangan. Ya'ni atakushi komanda bo'lganmizda. Islom aka ancha o'zgartirdi komandani, masalan, ichki muhitni, taktikani. Mana shu o'rinda yana bir savol, uzr gapingizni bo'lib qo'ydim. Islom Ismoilov jamoaga kelgach, deyarli har bir futbolchi bilan individual tarzda gaplashdi, deyildi. Sizga kelgach Ibrohim Halil seniki rejalarimda ko'ryapman dedi. Men nima deydi? Aynan aytgan gaplar nima bo'ldi sizga? Mana shu narsa bo'ldi. Neftchi bilan kontrakt tuzishimdan oldin, ya'ni cho'zdirishimdan oldin Islom aka shu trener bo'lganda sразу menga aloqaga chiqqandi. Hali Neftchi bilan tuzmagandim u payt. Islom aka ham chiqdi. Shu jamoamni ko'rmoqchiman. Ya'ni seni taktikang, meni taktikamga yaxshi tushadi. Baribir siz bir necha tajribali murabbiylar bilan ishlagansiz. Masalan, shu Shotani Paxtakorda o'ynagansiz, masalan, Abramov qo'lda o'ynagansiz, Kirjakov qo'losida o'ynagansiz. Baribir u yosh murabbiydi. Sizni nima deb ishontira oldi baribir? Ishontirish boshqa. Yo'q, bu yerda ishontirish bo'lmadi. Ya'ni o'zimni jamoamni ko'rmoqchiman dedi. Keyin Neftchi rahbarlari aytdim, hokim bilan hurmat qilaman to'g'risi. Baribir yo'q deya olmadim. Bitta sababga kirdi. Bitta sababga kiradi. Aytmoqchimanki, baribir Neftchida qolib yana chempion bo'lish maqsad. Chempionlar ligasida ham yana o'zini xalqaro maydon baribir. Xalqaro maydonda ham. U yoqda o'zingiz ko'rsatsangiz ham tanilasiz. Chempionlar ligasida baribir top klublar bor. U yoqda seleksioner baribir shu. Boya aytib o'tdim, tajribali murabbiylar bilan ishlagan. Islom aka mashg'ulotlar davomida yoki umuman sizni nimasi bilan hayron qoldira oldi hozirga qadar? Masalan, ko'ryapmizki, o'sha bunga qadar bu narsa Neftchida kuzatilmaganda, o'sha har bir futbolchi bilan o'yindan keyin muxlislar mehrini qozongan futbolchi e'tirof etiladi. Ya'ni shunaqa jamoa sifatida bir-biriga yaqin ushlab turibdi-da Islom aka hozir. Endi yaxshi jihatlarini sanab o'tsam, ko'p. Menga eng yoqqanlaridan psixologически o'yinchini tayyor qiladi. Har xil sopernik bor, masalan. O'sha o'yinlardan oldin yoki taktikasiga qanaqa qilish kerak. Individualni o'zi chaqirtirib, yoningizga chaqirtiradi. O'zingiz kamchiligingizni o'zingizga aytadi. Kamchiligida nima deydi? Yashirmaydi. Sizda kamchiligi bormi? Yuzingizga aytadi. Bu degani o'yinchini kamchiligini baribir trener aytish kerak. Baribir yaxshi bo'lsin deb aytadi-da. Har xil sopernik bor-ku, masalan, slabiy sopernik bo'ladi chempionatda. Baribir nastroy qilish qiyin. Nastroy qilish qiyin-da, masalan. Bitta komandani aytmayman-ku, masalan, shunaqa komanda keladiki, baribir kuchli jamoaga o'ynaganingizda qanaqa bo'ladi o'yindan oldin? Aurasini o'zi sizga motivatsiya berib qo'yadi-da. Unga avtomatik siz nima deydi, nastroy qilishingiz kerak-da. Boshqa o'rtacharoq komandani ko'rasiz. Sizda kuch kuni oldin bo'ldi bo'shash baribir bo'ladi. Любой o'yinchida bo'ladi-da bu narsa. Bu komandani yutamiz yoki nimani qilamiz, bemalol o'ynaymiz. Ya'ni xotirjamlikka berilish bo'ladi. O'sha payti, ya'ni dalda berish, motivatsiya berishlari baribir boshqacha. Motivatsiyasi var ajralib turadi. Psixolog, ya'ni kuchli psixolog. O'sha Neftchi jamoasi hozirgi kunda ham eng kuchli tarkibga ega va eng kuchli zaxiraga ega desam bo'ladi. Va ko'pchilik nazdida ayrim mutaxassislar ham aytayapti buni, muxlislar ham ta'kidlayapti. Agar o'sha buni Islom Ismoilovdan boshqa murabbiy bo'lganda ham xuddi mana shu jamoani qura olardi degan gap so'zlar yangramoqda. Baribir jamoaga nima deydi? Ming kuchli bo'ladimi, kuchsiz bo'ladimi, baribir trener asosiy rolni qiladi-da. Trener baribir jamoani boshqaradi. Bekorga endi trener demaydi. Siz bergan savolingizga endi Neftchi Islom Ismoilov siz ham yaxshi o'ynaydi degan fikringizga qo'shilmayman, chunki bu darajaga chiqishimizga ham baribir asosiysi mana bu yil boshqacha o'ynayapmiz. Trener keldi, o'zgardi. Baribir boshqacha shundan keyin yaxshi o'ynayapmiz-da, masalan. Shunaqa? Baribir o'zimizdan mehnatimiz baribir endi to'g'ri o'zimiz mehnatimiz. No trener har jihatdan hamma narsada, masalan, trenировочный protsesda yoki o'yinlarda ham baribir trenerni aytganini qiladi o'yinchi. Neftchi siz o'ynagan eng kuchli jamoami? Hozirgi 2026-yildagi Neftchi jamoasi. Ha, aytishim mumkin. Neftchi shu karyeramda haqiqatan mana shu hozirgi Neftchi kuchli deb ayta olmayman. Endi to'g'ri, masalan, Nijniy Novgorod ham nima deydi, statistika jihatdan kuchli bo'lishi mumkin. Men u payti o'ynaganimda, lekin o'zimni pik holatimga yetib bormaganman. Ya'ni o'zimni pik holatini ko'rsatmaganman. Ya'ni Kayratda ham shunaqa. Masalan, Kayratda ham o'ynadim. Chempion bo'ldingiz. Chempion bo'ldim masalan. Даже chempion bo'lib turib ham
ayta olamanki, baribir hozirgi Neftchida o'ynagan, ko'rsatayotgan o'yinlarim, ya'ni kuchli. Mana shu Neftchi jamoa kuchli. Islom Ismoilov va Neftchisida siz qanchalik maza qilib futbol o'ynayapsiz? Maza qilib o'ynayapman. Chunki shunaqa ko'rsatmalar beryaptiki, ya'ni o'sha ko'rsatmalarni vaqtida siz bajarsangiz bo'ldi. O'sha to'g'ri qilsangiz, siz o'zingizni ko'rsatasiz o'yiningizda. Ya'ni shunaqa taktika beryaptiki menga, ya'ni shunaqa taktikasiz o'ynayapmiz. Siz o'sha narsalarni to'g'ri vaqtida qilsangiz, o'yiningiz ham ochiladi. Ya'ni hozir 4 ta zashnikda ham men o'zimni yaxshi his qilyapman. 5 ta zashnik o'ynaganimizda ham yoki lateral o'ynaganimizda ham uni farqi yo'q. Baribir menga nima deydi, lateral o'ynaganimda ko'proq hujumga bo'lardi. Hozir ham masalan hujumga ham kam qatnashmayapman emas. Gollar urib turibsiz. Ya'ni hujumga ham hozir 4 ta zashnik o'ynasak 50-50 balansda bo'lishingiz kerak-da chunki. Baribir himoyachi uchun o'sha 0 ga o'ynash deymizmi? Futbol tili bilan aytganda, himoyachi baribir himoyachi deb qo'yadi-da. Siz bitta o'yinda hozir ketma-ket 0 ga o'ynash siz uchun, ya'ni sizni ko'proq xursand qiladimi yoki o'sha ketma-ket 3-4 ta o'yinda gol urish yoki assist berishmi? Endi nima deydi, baribir futbolda statistika muhim. Muhim. Baribir 0 dan o'ynaganingizdan ko'ra baribir gol urganingiz sizga plus ko'proq bo'ladi. Ya'ni pas bersangiz, o'sha bitta plus, gol ursangiz yana ham bitta plus. Shunaqa. Agar 0 o'ynasangiz, kamida 4 ta zashnik bor chunki. U 4 ta zashnikdan ichida siz 0 ga o'ynasangiz sizga aniq qilinmaydi. Baribir zashnik и varatar. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Shunaqa. A gol ursangiz sizga o'zingizga yoziladi. Statistika o'zingizga yoziladi. Siz o'zingiz chap qanot himoyachi sifatida Denisov yoki Farruh Sayfiyev qaysi biri kuchli? Nima deb o'ylaysiz? Men o'zi to'g'risi Denisovni oldin o'yinlarini ko'rib borardim. Ya'ni meni kumirim desam ham bo'ladi-da, O'zbekistondagi. Denis kuchli ya'ni. Denis baribir Lokomotivda ham o'ynagan, o'sha paytdagi pikka chiqqan formasi edi-da. Hozirga qadar legioner sifatida ham o'ynab ko'rdingiz va O'zbekistonda grant jamoalarida kuboklar yutdingiz masalan. Qachon sizni yana o'sha top grantlarda ko'ramiz? Nima deydi, masalan, hozir boya aytib o'tganimizdek eng pik formamda desam ham bo'ladi. Ya'ni oldinlari ham to'g'ri gol urganman Qayratdan Nijnida. No forma bo'yicha, pik forma bo'yicha hozir Neftchi hozirgi paytimda ham aytsam bo'ladi. Endi chetga yoki xorijga klublariga любой futbolchining orzusi, любой O'zbekistondagi o'yinchining orzusi baribir chetda o'ynash. O'sha intervyularingizdan birida ko'rib qoldim buni ham. Hojimat Erkinov bilan o'sha APLda birga o'ynaymiz degan eski intervyularingizdan birida. Chunki baribir bu orzu hali ham maqsad sifatida bormi? Orzu, baribir orzuligicha qolmaydi deydi. Nima deydi, u orzu ham to'g'ri shu APLda o'ynaymiz deb endi Allohda aytgani bo'ladi. Meni orzum yoki maqsadim O'zbekistonda qolish, o'ynash emas. Ya'ni aytib o'tganimdek, shu Neftchi bilan shartnomam tugaganida baribir birinchi o'chirib men chet jamoasiga o'tmoqchi bo'lganman. Ya'ni shunaqa bo'lgan, niyat bo'lganda, ya'ni Neftchida yana qolish agar bo'lganda, sразу kontrakt cho'zib olardim. Ayrim sabablar bo'ldi, o'sha aytib o'tganimdek. Elit Chempionlar Ligasi bu katta musobaqada, masalan, o'sha paytida Azg'aniyev o'sha Ocheldagi yaxshi o'yinlar sabab o'sha hozir Birlashgan Arab Amirliklariga legioner bo'lib ketgan. Imkoniyat yaxshi-da, chunki Osiyo chempionlarida o'ynasangiz, baribir ko'rishadi skautlar deymizmi? Bitta o'yin yaxshi o'ynasangiz, o'sha siz o'zingizga nima deydi, spiskasiga tushishingiz mumkin. Bu yoqda o'ynasgandan baribir xalqaro maydon baribir boshqacha. O'zi futboldan biroz chetlashamiz. Nimaga o'zi Ibrohim Xalil aka Instagram nima ishlatmaysiz o'zi yoki ijtimoiy tarmoqlardan umuman foydalanmaysizmi? Ya'ni nima demoqchiman, baribir masalan Jaloliddin Masharipovni ko'ramiz, masalan podkastlarga chiqadi, masalan Ikrom Aliboyev o'zingizni o'sha jamoadoshingiz Twitterdan foydalansa, kommentlar yozib turadi. Nimaga bu borada siz men oxirgi marta shu Instagram 3 yil 4 yil bo'ldi ishlatganimga. Endi sabablar yoqmaydi, shu bilan yig'ishtirganman. Xalaqit beradi deb hisoblaysizmi? Xalaqit beradi, Endi kirsangiz kirib ketaverasiz, to'g'risi Instagramga. Chunki baribir Instagramdan tashqari ham shu futbolchilar uchun o'sha chalg'itadigan ko'p narsalar bor-da. Nimaga aynan bu shuni aytmoqchi edimki, shu chalg'itadigan baribir fitna, baribir Instagramda chalg'itadigan yoki nima deydi,
negativ narsalar bor ko'p. Nimaga bu savolni berdim? Chunki masalan jahon futboliga ham qarasak, o'sha hozir o'sha Yamal deymizmi, Bellingham deymizmi, Pedri deymizmi, bular baribir o'sha Instagramlarni, ijtimoiy tarmoqlarni yuritadi, baribir zamon talabiga aylanib qolgan desa ham bo'ladi bu narsa. Masalan, chunki bu orqali masalan o'sha agentlar ko'radi deymizmi yoki bu bilan boshqa tomon Mana shu gapingizga bu narsa ham to'g'ri, balki yordam berar. Sizni agentlar ko'rish yoki ko'rmaslik. No, baribir o'yinchi qachonki yaxshi o'ynasa, aka, любой joydan topib oladi agentlar yoki skautlar, любой joydan topib oladi. Ya'ni asosiy sen zo'r o'yna, o'zlari topishadi. Yaxshi bo'lsa bo'ldi. Futboldan bo'sh paytlar nima bilan shug'ullanasiz? Umuman masalan basketboldir, balkim voleyboldir, balkim PlayStation o'ynarsiz. PlayStation o'ynab turardim. Qachonki oilali bo'lganimni oldin. Endi baribir oilali bo'lganingizdan keyin baribir ikkita bolam bor. Oilaga ko'p vaqt ajratamiz. Chunki baribir farzand bilan bo'lib, farzand tarbiyasi yoki aylanishga chiqilib, ko'proq shu oila davrasida bo'lamiz. Undan tashqari o'rtoqlar, do'stlar bilan, Yaqinlar bilan vaqt o'tkazib, endi baribir komandada mana kontur deyapsiz. Masalan, oiladan tashqari shu komandadagi do'stlar bilan. O'g'il farzandingiz bormi? Bor. Agar u xudo xolasa katta bo'lib futbolchi bo'laman desa, bunga qanaqa qaraysiz? O'zi hozirdan to'p tepayapti o'g'lim. Nima deyman, yo'q demayman. Namarot qo'llab-quvvatlayman. Ya'ni uni ham futbolchi bo'lib yetishiga men o'zim ham harakat qilaman. Mendan ham yaxshi qilaman kerak bo'lsa. O'sha o'zingiz o'sha yoshlikdan qilmagan yoki o'sha balkim sharoit taqozoda nimalarni o'g'lingizda singdirgan bo'lardingiz? Balkim yoshlikdan o'sha akademiya yoshidan balkim to'g'ri pitaniya deymizmi? Balkim til o'rganishni boshlar. Nimalar qilgan bo'lardingiz? Ya'ni hozirgi yosh futbolchilarga, akademiya yoshi deylik, balkim undan yoshroq futbolchilarga nima ko'rsatmalar bergan bo'lardingiz umuman? Men o'zim haqiqatan endi o'sha payt Yangiyer, Sirdaryo viloyati, o'sha Yangiyerda sport internatida, sport shkolada o'zim o'qiganman. O'zim nima deydi, shu Triumfga qilgan paytlarimiz u yoqda vaqt sharoit bo'lmagan. To'g'risi, to'plar masalan, endi hamma ko'pchilik futbolchilarda bo'lgan, yaxshi to'p bo'lmagan masalan. Butsini ham bir 2 yil, 3 yillab kiyasiz. Yirtib, tikib. Nima deydi, mana shunaqa sharoit bo'lgani ham baribir hozirgi darajamgacha baribir anav bo'lganda, turtki dalda bo'lgan. Motivatsiya bergan. Hozir uje olsangiz, uje hamma sharoit bor ba'zilarda-da. Hamma sharoit bor, hamma anav bor, lekin talant yoki nima deydi, ishtiyoq yo'q-da. O'sha narsa mana shu yo'qchilik ham baribir sabab bo'ladi yoki nima deydi, bosh motivatsiya bo'ladi. Ya'ni o'g'lingizni qattiq qo'l bo'stirar ekansiz, ya'ni unga baribir shunaqa aytmoqchimanki, o'zimda nima yo'q bo'lsa, nima o'sha paytda men nima yetmagan narsalarimni endi futbolga qiziqadigan bo'lsa, futbol bilan ketadi-da. Chunki bitta narsa o'qib qoldim, o'sha hozir sizga ham o'qib beraman. Futbolda bosim juda katta, muammolar ko'p. Shuning uchun o'g'lim futbolchi bo'lishini xohlamayman. U yaxshiroq, tinchroq kasb egasi bo'lishni istayman. Aytaylik, shifokor, huquqshunos yoki boshqa soha vakili bo'lishni ma'qullayman degan. O'sha Endrik. Bunga hayron qoldimmi? Endrik 19 yosh. Endi nima deydi, hamma baribir har xil o'ylaydi-da. Masalan, ba'zilar bor o'ziga o'xshasin deydi. Masalan, Ronaldo masalan. O'g'il bilan o'ynashi mumkin bo'lgan. O'g'lini masalan ba'zilar bor o'g'lini futbolchi qilgisi keladi. Ba'zilar mana bunga o'xshab futbolga bermayman yoki travma bo'lib qoladi deydi yoki shunaqa sabablarda. Endi hamma har xil o'ylaydi. Ba'zilar futbolchi qilgisi kelmaydi. Umuman maydonga qaraydigan bo'lsak, ancha agressivroqsiz, ya'ni muxlislar gapirsa ham, heytlarga ham e'tibor qilmaydigansiz, lekin hayotda o'sha kirib kelishingizdan bildim, juda xushchaqchaq, hazilkash odam ekansiz. Maydonda sher bo'ldingiz-ku. Hozir yo'lbarsmisiz shunda? To'g'risi, o'yinchi o'zi poliyaga chiqqanida atrofdagi muhitni bo'ldi, o'chirib qo'yish kerak-da. Poliyada bo'ldi. Hamma narsa poliyada hal bo'ladi. 1,5 soat, 90 minut yugurasiz, anav qilasiz, butun 3 ochko uchun joningizni berasiz. Ya'ni menda ham shunaqa, ya'ni uyalish, shunga o'xshash narsalar o'zi unutiladi-da, masalan, hijolat bo'lish yoki. Ya'ni borni berish kerak. Borni berishingiz kerak, nima deydi, farqi yo'q bo'ldi. O'yinga o'zingizni qanaqa tayyorlaysiz? Masalan, avtobusda balkim qo'shiq eshitarsiz, balkim razdivalkada uydagilaringiz bilan gaplasharsiz, onangiz bilan balkim. Umuman o'zingizni qanaqa tayyorlaysiz bitta o'yin? Masalan, aytaylik Paxtakorga qarshi o'yin, aytaylik Nasafga qarshi o'yin deylik. Masalan, o'zingizni qanaqa tayyorlaysiz odatda? O'yinga baribir nastroy qilish kerak. Chunki menda amalda bo'lgan. Ya'ni qaysidir endi qattaligim esimda yo'q, qaysi komandadaligim. Qani
bitta nasr o'qimasdan chiqay, mana bo'ldi, farqi yo'q. Odatiy anaqa. Oddiy, hamma narsani o'chirib, bemalol qani shunaqa qilib ko'ray. O'xshadi, o'xshamasa yo'q, deysizmi? Shunaqa chiqqanman, aka, ba'zi ko'p narsalar o'xshamaganda. Ya'ni nima desam bo'ladi? Nasr o'qimaganman, ya'ni o'yinga tayyor bo'lmaganman-da, psixologik. Tayyor bo'lmaganman degani qanaqa? Kichkina narsa, duellar yoki kichkina detallarda yutqizib qo'yganman, tushundingizmi? Chunki futbolda kichkina narsa nima deydi? Detal bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mashina hisobiga keyin o'sha anglab yetganmanki, xo'j, men oddiy komanda bo'lsin, xo'j Real bo'lsa, Barsa bo'lsa yoki birinchi liga komandasimi yoki dublli komandasi bo'lsin yoki o'rtoqlik o'yini bo'lsinmi, bir xil narsa qilish kerak. Ya'ni o'yin to'g'ri endi tovarskiy bo'ladi yoki baribir o'yiningizni yo'qotib qo'ymasligingiz kerak-da. Umuman o'yinga shu qanaqa tayyorlaysiz nastroy? Masalan, musiqa eshitasizmi? Kim bilan gaplasharsiz balkim? Endi nastroy oddiy bo'ladi, nima deydi? Ba'zida qo'shiq eshitamiz. O'z jamoamizda katta kolonka bor, Alisher Odilov qo'yadi. Matrangni qo'shiqlardan qo'ymaydimi? Yo'q, boshqacha. Endi o'sha yerda katta kolonkada hamma baribir nimaga kerak? Baribir qo'shiq, baribir nasriyani ko'taradi yoki kayfiyat shu. Avtobusda nima deydi? Razyolga jim bo'lib tursa baribir boshqa. Avtobusda kim bilan ketasiz odatda? Avtobusda o'zim ketaman. O'zim ketishga harakat qilaman chunki nasroga ham baribir bor. Seryozni qaraysiz bunga. Chunki endi oldimda o'tirsa xalaqi yo'q, no bir o'zingiz baribir chiqaman, yorib tashlayman deb chiqib tayyorlab ketasiz. Nasroyda baribir ketasizda. Bu ham baribir ozgina beradi. Terma jamoaga to'xtalamiz endi. O'sha terma jamoa va Ibrohim Halil Yo'ldoshev deganda har doim bir qancha savollar keltirib chiqaradi. O'shaning hammasini birin-ketin so'rab chiqaman. Yanvardagi terma jamoa yig'iniga Fabio Cannavaro Superliga futbolchilari bilan o'tkazdi va sizni ham chaqirdi. Umuman mana shu yig'in siz uchun qanday o'tdi va o'rtoqlik o'yinlari o'tkazildi? Endi birinchi marta shu Cannavaro ostida nima deydi, trenovka qildim. Ta'sirot juda zo'r bo'ldi. Ya'ni baribir Cannavaro jahon chempioni, oltin to'p olgan. Bunday trener bilan, bunday inson bilan qo'l ostida shug'ullanish baribir boshqacha an'oda. Yig'in yaxshi bo'ldi. Nima deydi? Asosiy endi menga qilgan narsa. Ma'lum bo'lishicha, endi baribir Cannavaro zashni bo'lgan. Zashnilar o'zimga chaqirib ko'proq shunaqa fikrlashnimi yoki qanaqa fikrlaydi, qanaqa pas beradi mana bu holatda? Ya'ni ular qanaqa harakat qilishi demoqchimiz? Yo'q, jamoani emas, sopernikni emas. Masalan, o'zimiz trenovka paytlari ko'proq shu zashnilar chaqirib o'rgatdi, masalan, qildi. Taktika bo'yicha, ya'ni ko'proq o'sha paytda build up shug'ullandik, ya'ni chiqib ketish, to'p bilan qanday chiqib ketish. Lekin o'yinchiga nisbatan munosabat vafsha zo'r edi. Baribir nima deydi? Ya'ni shaxsan meni ham o'zimni ham chaqirdi. Nima deydi? Masalan, zashnik bo'lgan u ham siz ham zashniksiz. Meni chaqirdi xullas, bitta trenovkada. Aytayaptiki, "Sen yaxshi futbolchisan. Bitta ikkita detallaringni to'g'rilashing kerak. Kamchiliklaringni to'g'rilasang, sen yaxshi jamoada o'yna olmaysan", deyapti. Aynan nimalar deydi masalan? Kamchiliklarimni oddiy o'ynashing kerak deyapti. Ba'zi joylarda men o'zim ham xatoyimni to'g'ri, mana shu xatoyim bor, bitta kamchiligim borki, yo'q joydan masalan oldirib qo'yadigan bor, odatim bor yoki aldab qo'yadigan, ko'p aldab qo'yadigan odat. O'shanaqa aytayaptiki, oddiy o'ynasang deyapti. Shunaqa qildi-da. Bu baribir Superliga futbolchilari bilan, ya'ni hozirgi holatinglar baribir chempionat tugagan va dam olishda ta'tildan so'ng bordinglar-da, baribir o'sha to'g'ri, o'sha Turkiyada adashmasam 2 hafta trenovka qilib bordingiz. O'rtoqlik o'yinlari bu o'tkazildi dastlab, lekin bu baribir futbolchini optimal sport formasida emasligi bu asosiy o'sha muammolardan biri desa bo'ladi. Ya'ni sizlarni bu holatda tekshirib olish o'zi aslida xato. Qiyin bo'ldi, to'g'risi. Baribir ko'pchilik endi formada bo'lmagan. Baribir ham u yoqqa borganimizda ancha fizik nagruska oldik. Ya'ni mavsum boshi bo'lgani uchun ham bu yoqda Neftchidan fiziki o'sha olayotgandik, ya'ni u yoqqa bordik, yana ham qilyapti-da, nima deydi? Endi baribir zborda juda qiyin bo'ladi. Chunki dam olasiz, zborga chiqqaningizdan keyin eng asosiy unga planga kiradigan narsa shu fizikada. Zborda baribir fizikani yaxshilanish uchun zbor bo'ladi. Undan keyin baribir chempionatga yaqin to'p bilan o'qilib. Bu savolni biroz uzoqroq olib kelaman. Parij Olimpiadasi paytida adashmasam Ispaniyaga qarshi o'yindan keyin oilaviy sabablarga ko'ra terma jamoa lagerini tark etgandingiz. Hozirda asosiy terma jamoa eshiklari siz uchun ochilmayapti. Chunki
yaxshi formada bo'lib turibsiz, chempion jamoa tarkibida yaxshi o'yin amaliyotiga ega bo'lib turibsiz, lekin terma jamoa eshiklari siz uchun ochilmayapti. O'sha payti to'g'risini aytsam, o'sha nima deydi, muhim o'yinlar edi. Endi bari Olimpiyada Kutilgan Olimpiadaga chiqdik. Ispaniya bilan o'yin, keyin ras qizim betob bo'lib qoldi, ya'ni kasal bo'lib qoldi. Qanaqa kasalligini aytib o'tirmayman. Ya'ni og'ir kasal bo'lib qoldi va ketishga qaror qildim. Shu Temur akadan so'radim, ruxsat berdi, tushundi. Qizim shu ketishimdan qaytishimdan 2-3 kun oldin meni kasal edi. Ya'ni ahvoli og'irlashib ketdi shunda. O'shaniga o'yindan keyin ketishga qaror qildim. Shu asosiy sabablardan biri qizimni oldiga borganim. Ya'ni sbornini tashab oilamni, ya'ni qizimni kasalligi tufayli men ketdim. Ya'ni shu narsa hozirgacha davom etib kelyapti. Ya'ni men qora ro'yxatga tushganman. Qora ro'yxatga tushganmiz. Shunaqa eshitishim bo'yicha shunaqa bo'lganmish. Chunki mana aytib o'tdingiz, sborni eshiklari yopiq. Ya'ni boshqa sababini ko'rmayapman-da, ya'ni mana sababi mana shu bitta narsa, ya'ni shu. Chunki men eshitishim bo'yicha endi baribir eshitasiz anolardan. Shunaqa gap so'z bo'ptiki, o'sha sborni tashab oilaga ketgansiz-ku, oilangiz oldiga. O'sha siz bo'ldi. Sbornida ancha chaqirilmaydi degan gap so'z bo'ldi. Baribir Issiqjon shu ota uchun menimcha oila endi baribir bilasiz, nima deydi, bu narsani tushunganlar ko'p bo'ldi. Ya'ni baribir kommentda o'qiysiz, ularda bu yoqdan eshitasiz. Ya'ni menga dalda berganlar ham bo'ldi. Ancha-muncha gaplashmagan yaqinlarim o'sha paytidagi hol-ahvol so'radi. Ularga alohida minnatdorchilik bildiraman. Ya'ni tushunmaganlar ham bo'ldi aka. Nima sabab, qaysi ma'noda deyapti. Bu yoqda qizim bu yoqda tursin, nima ketib qoldi, sborni tashadi. Shunday Olimpiada payti sbornini o'yinini tashab ketdi. Aka bitta gap aytaman, agar mana shunaqa yana xuddi shunaqa holat bo'lganda yana ketardim. Ya'ni afsuslanmayman bunaqa qilgan ishimga. Siz yaxshi otamisiz? Yaxshi otaman. Men o'ylashimcha yaxshi otaman. Men bu haqida keyin o'sha balkim rahbariyatgadir, balkim gaplashmadingizmi? Chunki baribir siz Ibrohim Xalil Yo'ldoshev O'zbekiston terma jamoalari o'sha Olimpiya terma jamoasi deymizmi, bundan 21da ham o'ynagansiz, o'sha U21da o'ynagansiz, ya'ni hamma terma jamoalarda o'ynagansiz. Baribir asosiy terma jamoa bu har bir futbolchining orzusi. Mundialga borish bu menimcha eng katta maqsadlardan biri bo'ladi. Endi nima deysiz? Nima deydi? Masalan, bunaqa mana shu sababligini o'zi bilganingizdan keyin shu bir boshqacha ta'sir qiladi-da. Masalan, chunki siz bari oilangizda masalan qizingiz kasal bo'lib turibdi. Men Jahon chempionatida bo'lganda ham ketardim-da, masalan. Bu joyda bo'lsa ham baribir qizingiz. Menimcha har qanday ota bu ishni qilgan bo'ladi. Bu ota masalan buni ishni qiladi-da. Masalan, otaman degan o'sha inson bu narsani qiladi deb o'ylayman. O'zi har doim o'sha terma jamoa qaydnomasi chiqqanda o'sha hamma komment deymizmi, har doim o'sha rasmlarda Ibrohim Xalil Yo'ldoshev qani degan gaplarga to'lib ketadi. O'shanga bu savolni bergandim. Bilmadim, lekin sinab ko'rish kerak deb o'ylayman har bir futbolchini. Bolaligingiz haqida gaplashamiz. Umuman bolaligingizdagi eng yorqin xotira hozirga qadar. Eng yorqin xotira futbolga kirib kelishim bo'lgan. Qiziq voqealarni aytib beringchi. Men o'zi taekvondoga borgansiz, adashmasam. Borganman, ha. Taekvondoga borganman, u yoqda rezultat qilganman. Ya'ni meni orzuyim taekvondist bo'lib yetishish. Hozir ham musobaqalarni ko'rib turasizmi yo o'sha? Ba'zida ko'rib turaman. Yo'q, bu nima deydi, yo'nalish boshqa. Ulug'bek Rashidovda anisi bor-ku, taekvondo. U boshqa yo'nalish. Unda qo'l kamroq ishlatiladi. Menda ko'proq qo'l ham ishlatilgan. O'zbek zang san'atimi shunda? Yo'q. ITF deydi. ITF bor. U WT, ha. O'sha paytda men kichkinaligimda 4 yoshimdan borganman. Dadam olib borgan. Men qanaqadir qiziqib qolgan ekanman. Qayerdan qiziqqanman? Bir kun yoshligimda dadam o'sha Yangerdagi parkka olib borgan, xolos. Parkda Navruz payti
nima deydi, anaqa chiqishlar bo'ladi-yu, shoular. Qarasak, taekvondochilar chiqib anaqa qilyapti, nimadirlar qilib, tryuklar qilib. Keyin aytgan ekanman dadamga. Endi dadam aytib beryapti. Dada, olib boring masjidga, men boraman deb. Keyin o'shga qatnashib yurganman, chempionlar bo'lganman. Taekvondo bilan qatnashgansiz va bir sportchi bo'lganingiz, urushib ham turganmiz ko'chada? Ko'chada urushmaganmiz. Chunki endi u payt oilaviy qattiq ushlashgan ekan. Ha. Endi unaqa ko'cha bola bo'lmaganman men. Chempion bo'lganman, medal olganman. Keyin nimadandir futbolga qiziqishim ortib ketganda, ya'ni nima deydi, reski futbolga bo'lib ketgan. Qiziqish bo'lib ketgan. O'sha payti futbolga qiziqib, o'sha payti taekvondoga qatnashardim. Taekvondoning oxirida futbol o'ynardik zalda. Ha, o'sha oxirini kutgan ekansiz, o'sha bo'ldi, o'sha tashash, ya'ni yana bitta narsa bor. O'sha payti endi taekvondo tashab futbolga o'tayotgan paytimda yana katta sababi anaqa bo'lgan. Trenerim shu Bahodir aka taekvondo bo'yicha katta turnir bo'lishi kerak bo'lgan Londonda. Nimadandir muammo, vizadanmidi yoki shundanmi keta olmaganman xullas. Xalqaro musobaqaga. Xalqaro musobaqa Londonga keta olmaganman. Shu bilan bo'ldi o'sha. Undan keyin futbolga sekin o'tib ketganman. O'sha FIFA o'ynab turaman dedingiz. PES o'ynab turaman dedingiz. Agar o'sha necha reyting bergan bo'lardingiz, masalan 85 tir, 95 tir, balki 100 tir. Ha, o'zingizga. Endi u yoqda masalan PESda har xil bo'ladi-da, masalan. Hozir masalan Pedri kuchli o'yinchi-yu, lekin unda pastroq. PESda ko'proq eski o'yinchilar ko'tariladi reyting. Ha. Unda savol boshqacharoq qo'yamiz. Umuman FIFA simulyatorida agar o'zingizga necha baho bergan bo'lardingiz? Endi FIFada ko'p City, Chelsealar qiladi-yu, o'ziga olib kelib beradi-yu, shunaqa. Necha ball bergan bo'lardingiz? 100 dan yuqorisini. Bilmadim, 80da, 85. 85 ko'payib ketdi. Endi xudo xolasa o'sha grantlarga o'tganingizda u yog'i ko'tariladi, ha? Eng ojiz tomoningiz nima deb o'ylaysiz? Endi nima desam, bo'y odamni baribir kamchiligi bo'ladi. Futbolda ham masalan kamchiligim yo'q emas, bor, ko'p. Endi buni sanab o'tadigan bo'lsam, dangasaman. Ko'p narsalarda kam yuguraman. Nima deydi, o'zimga nisbatan nohaqlikka chiday olmayman. Tezda javob qaytarib qo'yaman yoki javob qaytarmasdan tura olmayman. Ya'ni bor mana shunaqa odamlar yoki ya'ni mana shunaqa ham bo'ldi. Mana hozir aytaman sizga to'g'risini, bir kun qaysidir kanalga kirdim, Telegramdagi. Ha. Telegramga qaysidir kanalga kirdim. O'sha postda men ham borman-da, xullas. Nimadir deb nito'da yozibdi. Xato ma'lumot tarqatilgan. Yo'q. U post qo'yilgan, prosta tagida kommentariyada bosh bittasi nito gap yozgan menga nisbatan. Men o'sha odamni topib o'zim gaplashdim aka. Ya'ni so'kib qo'yganmi shunda? Ha, so'kkanga o'xshab shunaqa. Endi siz deyib qo'ygan xullas. Ibrohim Halil Yo'ldoshev karyerasi oq-qorami yoki qora-oq? Qora-oq desam ham bo'ladi. Qaysi payt qora bo'ldi shunda? Ya'ni shunaqa vaziyat, endi shunaqa qora bo'lib qoldiki, Nijniyda o'ynagan paytim, ya'ni murabbiy ketib qolgandan keyin. Murabbiy ketdi, sborniga chaqirilmagan paytim juda o'sha pererif juda katta bo'ldi. Ya'ni men 6 oy yoki 7 oy sborniga umuman o'qimadim, tushmadim spiskaga. O'sha paytda ozgina endi qora desam bo'ladi. Futbol haqida gap ketarkan, puldan ham savol bersa o'rinli bo'ladi. Ammo pul futbolchi uchun qanchalik baxt olib keladi? Hozirgi zamonda nima deydi, pulsiz hech nima hal qilib bo'lmayapti deydi. Endi rostida aka, nima deydi, hozir любой futbolchini dardi pulda, masalan, birinchi o'chir pul bo'lmasa nima deydi, o'ynamaydi. Yoki masalan, komandaga premiya berasiz, premiyali o'yin bo'lsa, komanda yaxshi o'ynaydimi? Premiyasi tovarishga o'ynaydi, haqiqatan 100% jonini bermaydi-da. Ya'ni shu jihatdan ham baribir pul, endi baribir asosiy rol pulda. Ko'pchilik nazdida o'sha terma jamoa murabbiylar deymizmi, o'sha neftchi futbolchilarni ko'rmaydimi, kuzatmaydimi degan o'sha savollar ham bor. Masalan, Ikrom Aliboyev yaxshi formada bo'lsa ham terma jamoaga chaqirilmayapti va Anvar G'ofur baribir o'sha so'nggi yillarda himoya chizig'ida stabil bo'lib turgan futbolchilardan biri va hozir terma jamoamizda aynan himoya chizig'ida muammo o'sha asosiy himoyachilarimizdan biri jahon chempionatida o'tkazib yuboradi va aynan siz ham, ya'ni zapretdaman dedingiz.
Bunga nima deb o'ylaysiz? Boshqa jamoalarda o'ynash kerakmi? Neftchidan boshqa jamoada o'ynash kerakmi? Shuni men ham hayron qolaman. Ya'ni to'g'risini aytaman. Chaqirilmaydigan o'yinchilar ko'proq loyiq o'yinchilar ko'p chaqirilmayapti lekin. Bilmayman buni sababi nima yoki trener masalan trener ko'rmayapti desangiz har o'yin ko'ryapti. Trener har bir o'yinga, любой o'yinga masalan Xorazmgacha boryapti. Bilmadim bu karyerangiz davomidagi siz uchun eng og'ir davrni eslay olasizmi? Eng alamlisidir balkim. Endi qiyin davrlar ko'p bo'lgan. Masalan, futbolchi uchun, men uchun deb o'ylayman, ya'ni futbolchi qachon travma olsa, o'sha davr eng qiyini. Chunki travma olasiz hech kimga kerak bo'lmaydi. Masalan, 2-3 ta o'yin gol urib kelasizmi, bitta travma oldingiz, o'sha sekin bo'ldi deyiladi. Chunki baribir travma olgan futbolchi o'ynamaydi, trenerga ham. Endi ba'zi trenerlar bor, to'g'ri qo'llab-quvvatlar ba'zilar. Baribir olib qaraganda endi hamma biladi, baribir o'zi baribir tushkunlikka tushadi ham, siqiladi. Baribir futbolchi travma olgandan keyin eng yomon narsa uni tiklanish. U travma to'g'ri, masalan, tuzatasiz o'sha joyda. Tiklanish jarayoniga vaqt ko'p ketib qoladi. Игровой praktikangiz yo'qoladi, joyizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. O'zingizni ham yeb qo'yishingiz mumkin. Joyizni kimdir egallab qo'yishi mumkin. Mana shu narsa yomon narsa. Mana shu kungacha futbol orqasidan nimalar topdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? Qiziq savol bo'ldi. Yo'qotgan narsamni eng asosiysi oiladan uzoq bo'lib qolasiz ekan. Baribir oila birinchi o'chirt, oilaga vaqt ajratish. Farzandingiz bo'lsa undan ham qiyin. Farzandingiz katta bo'lib qolganini bilmay qolasiz ekanda, nima deydi, masalan, biz baribir futbolchilar kam uyda bo'lamiz. Ya'ni men o'zim yeyman. Ya'ni o'zim siqilib yuraman, kam ajratyapman bolalarimga, oilamga vaqt. O'sha narsa eng yo'qotgan narsam ham o'sha narsa bo'ldi. Topgan narsalarim yoki futbolda deb. Sizga bergan narsalar. Menga bergan narsa futbol, u muxlislarning mehri. Ya'ni mana masalan futbolchilar muxlislarni deb ham o'ynaydi-da. Muxlislar uchun o'ynaladi. Muxlislar uchun o'ynaydi baribir. Bu narsa Neftchida ham ko'p ko'rdim. Baribir Neftchi men qancha o'ynab kelgan bo'lsam, Neftchi muxlislaridaqa masalan balish ko'rmadim-da. Chunki juda ham menga nisbatan juda hurmatli. Siz sevimli futbolchisiz. Qattiq hurmat qiladi. Masalan, futboldan tashqari hamda, masalan, Farg'onada yurasiz. Endi ko'cha magazinga kirasiz. Qattiq hurmat bilan baribir ko'rib qolsa juda xursand bo'lib, men ham qaniydi masalan har o'yin bitta futbolka berganida shu futbolkani o'qilardim-da, masalan. Bular sharoit yo'q-da. Bitta sizga ikkita futbolka berib qo'yadi. Ibrohim Halil aka, umuman o'sha ota-onangiz futbolga tushib turadimi? Agar tushib tursa, o'yinlaringizga tushib, o'sha qaysi natijangizdan yoki qaysi o'sha golingizdandir balkim faxrlanganini his qilgansiz? Tushib turadi. Ya'ni Farg'onadagi o'yinlarga olib kelib tushgan. Endi dadam to'g'risini aytsam, nima deydi? Ba'zida ko'ra olmaydi. Chunki travma bo'lib qolsam, onam ham shunaqa. Sirazi nimadir travma bo'lib qolsam yig'ilishga tushadi. Endi dadam shu adashmasam shu 2019-yilmida chempionство o'yinida, kubokmi deylik. Arveladze paytida. Shu Paxtakorda o'yin bo'lgan, o'shda kubok ko'targanmiz. Bilmayman, kubokmi deydi, super kubokmi bilmayman, esimda yo'q. Shunda dadam kelgandi. Dadam o'zi o'yinga tushirgandim, olib kelgandim. Shunda rasmim bor edi, tashib qo'yaman. Shunda ham juda faxrlangan edi. Farzand uchun mazza qiladigan holat-a bu. Endi bizda ham shunaqa bo'lishlik nasib qilsin. O'g'lim ham nima deydi? Dadingiz faxrlansa, baribir o'zingizga ham ishonch bo'ladi. Juda ham katta narsa bo'ladi-da baribir erkak kishiga.
Futbolchi uchun baxt nimada? Bu so'nggi savol. Futbolchi uchun baxt eng asosiysi oilaga ko'proq vaqt ajratsa, eng katta baxt shu oila baribir birinchi o'rinda turadi futbolchi uchun. Va Oxirgi paytlarda ota Ibrohim Halil Yo'ldoshev rejimi aktivroqmi yoki futbolchi Ibrohim Halil Yo'ldoshev rejimi? qiziq savol bo'ldi. Nima desam bo'ladi? Baribir har bir ota baribir oilaga yoki farzandga e'tibor qaratadi. Ya'ni men futbolchi bo'lib turib, hozir futbolchi shunaqaki, baribir futbol bu meni kasbim. Ya'ni kasbni ham, oilani ham bitta ananda olib ketish kerak-da. Ya'ni bittasi pasayib qolsa, o'sha neto bo'lib qoladi-da. Masalan, ishingizda pasayish yoki oilangizda ozgina problema bo'lsa, baribir ishingizga ta'sir qiladi. Intervyumiz so'ngida Sportso'z saytini muxlislariga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol. Avvalambor sizlarga ham rahmat, Sportso'z vakillariga, ya'ni ishchilariga shunday taklif qilib, shu podkastga chaqirganinglar uchun. Kelgusida ishlarga omad. Yana ham shu chempionat o'yinlarida ko'rib, ko'proq o'yinlarga tushib, har bir o'yinlarga tushib, shunaqa futbolni boshqacha qilib yoritishinglarni tilakdoshman. Xudo xolasa mavsum so'ngida o'sha kuboklarni terib qo'ysangiz, yana bitta intervyuni xudo xolasa katta intervyuni tashkil qilamiz. Kelganingiz uchun sizga ham rahmat aytamiz. Karyerangizda, faoliyatingizda omad tilab qolamiz. Kattagan rahmat. Sog' va salomat bo'ling.